Assalomu alaykum briefing ishtirokchilari. Men O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi Yangi shahar bo'limining fuqarolarga xizmat ko'rsatish yetakchi mutaxassisi Abdusamadov Rahmonberdi Narzullayevichman. Hozirgi briefingimizda Yangi shahar aholisining pensionerlari to'g'risidagi hisobotimni tanishtirib o'tmoqchiman. Joriy yilning yanvar, fevral, mart, aprel va may oylarida Yangi shahar aholisi 49100 nafardan 3% uchun 172 nafar fuqarolarga pensiya tayinlandi. Shuningdek, yoshga doir 115 nafar, nogironlik 46 nafar, boquvchisini yo'qotganlik 11 nafarni tashkil qiladi. O'tgan yilning mos davriga nisbatan yangi tayinlangan pensiyalar soni 64 nafar, ya'ni 4-6% ga oshgan. 2025-yil 1-iyun holatiga Yangi shaharda 5454 nafar fuqarolarga pensiya oladi. Ularga yil boshida 49 milliard 281 ming so'm pensiya mablag'lari to'lab berildi. Ushbu mablag' o'tgan yilning mos davriga nisbatan 41 milliard 322 ming so'm, mos davriga nisbatan 7 milliard 606 million so'mga oshgan. Ya'ni 0,8% ni tashkil qiladi. Ommaviy axborot vositalari pensiya jamg'armasi faoliyati oid chiqishlar to'g'risidagi ma'lumot bersam. Bo'lim tomonidan ommaviy axborot vositalarida jami 31 marotaba, shundan bitta bir marotaba televideniyada, 4 marotaba radio, 3 marotaba gazeta, 23 marotaba Telegram ijtimoiy tarmoqlarida chiqish qilib targ'ibot, tashkilot ishlari amalga oshirildi. Korxona va tashkilotlar hamda muassasalarning O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi oldida fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunning 12, 14 hamda 15 moddalari bo'yicha qarzdorliklarni bartaraf etish yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida. Mulkchilik shaklidan qat'iy nazar, korxona va tashkilotlar fuqarolar davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunning 12, 14, 15 moddalariga bo'yicha tashkilotlarning 2025-yil yanvar holatiga jami qarzdorliklari 165 million so'mni tashkil qiladi. Shundan qonunning 14 moddasi bo'yicha 21 million so'm, 15 moddasi bo'yicha 116 million so'm tashkil etgan. 2025-yil davomida iqtisodiy, ijtimoiy sug'urta, davlat da'vo arizalari kiritilishi hamda qarzdor tashkilotlarning talabnomalar yuborilishi natijasida ushbu qarzdorliklarni joriy yilning 1-iyun holatiga 145 million so'm, shundan 14 modda bo'yicha 24 million so'm, 15 modda bo'yicha 121 million so'm mablag' undirildi. Qarzdorliklar undirish ishlari davom etmoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan hisobotim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.